Darhaqiqat bugun ayollar barcha sohalarda tarixni qayta yozmoqdalar. Ular o'zlarini dunyoni o'zgartiruvchi g'oyalari va iqtidori bilan yangi bilim cho'qqalarini egallamoqdalar. Bugungi loyihamiz mehmoni ham o'zining bilim va salohiyati bilan dunyo bilim cho'qqalarini egallagan, shu bilan bir qatorda 2020-yil dunyoning top 2% olimlar ro'yxatiga kiritilgan o'zbek professori Dilfuza Egamberdiyeva haqida gaplashamiz. Vatanni sevadi va vatanga sadoqat qiladi. Assalomu alaykum Dilfuza opa. Siz loyihamizda xush ko'rdik. Va alaykum assalom Madinaxon, juda ham xursand bo'ldim. Dilfuza opa, keling dastlabki savolni sizning vatanga qaytish sahifangizdan boshlasak. 25 yil kam muddat emas. 25 yillik xorijdagi faoliyatingizdan so'ng vatanga qaytdingiz. Bunga sabab nima edi? Bu ichki ruhiy holatingiz bilan bog'liqmi yoki bo'lmasam biron bir missiya sabab qaytdingizmi? Bizda to'g'ri 25 yil xorijda bo'ldim. Ko'proq Yevropa mamlakatlarida faoliyat olib bordim. Biza Sovet davridagi talabalar edik. 1988-93 yillarda men o'qiganman. Hozirgi O'zbekiston Milliy universitetida biologiya fakultetini bitirganman. Bilasiz, mustaqillikdan oxirgi yilda boshlangan. Keyin o'shanda bir necha elchixonalar ochila boshlagan. Demak, o'zbek yoshlariga katta imkoniyatlar degan so'z elchixonalar. Ana o'shanda men bilmayman, omadim kelganmi, til bilmaymiz, ingliz tilini, nemis tilini bilmaymiz. O'shanda men Germaniyaning Humboldt universitetiga aspiranturaga ketgan edim. Shu bilan mana oradan 25 yil o'tdi. 25 yil demak tajriba orttirdim deymanmi, ilm oldim. O'shanda nemis ayoli, ya'ni rahbarim bilan tanishdim. Mana 25 yillik, mana bugun agar olima deb siz mana aytayapsiz, keyin mana xalqimiz, vatanda hamma shogirdlarim Egamberdiyeva va o'zbek olimasi desa, bu nemis, mana nemis ayoli, ya'ni nemis olimasini mehnati juda ham katta. Chunki ota-onamiz bizani katta qilishadi, lekin boshqa keyingi bizani faoliyatimiz, karyeramiz deymizmi, o'shanda bizani ustozlarimiz juda katta ahamiyatga ega. 25 yil borganimda men aspiranturani bitirib qaytaman deb o'ylaganman, lekin men sizga bitta qiziq narsani aytishim kerak. Borganimda Dilfuza, vataningga qaytsang agar, mana aspiranturani bitirding, senda muammolar bo'lmaydimi deb so'radilar-da. Unda yoshlar katta. Men aytdimki, o'zimni davlatimda qanaqa muammo bo'lishi mumkin? Chunki ziyolilarga bosimlar katta deb eshitganmiz. Mana bilasiz, biz o'zbek ayollari ham xuddi Berlinda biologiya sohasini o'qishgan, lekin ular qaytib borganida katta muammolarga duch kelgan. O'shaning uchun meni fikrim, san qaytmagin vataningga degan. O'shanda biz o'sha paytda Sovet davrida o'qiganmiz. Men jadidlar haqida hech qanaqa bilmasdim. Yillar o'tib, ana o'sha o'zbek ayoli biologiya sohasini Berlinda o'qiganini bilganman. Demak, yoshi katta bir professor, olimlar bular hammasini bilgan. Demak, Germaniya Turkiston yoshlarini ziyoli qilib o'qitib, tafakkurini qaytib o'sha Turkiston, ya'ni vatanni o'zgartirmoqchi bo'lgan yoshlar bo'lgan ekan. Keyin meni qaytarib yubormagan, sen hali vohli ketishingga deb. Men senga yordam beraman, chunki sizlarni yana bitta narsa aytaman, chunki men bilmagan narsani shu nemis ayoli bilardi, chunki biz tarixni yaxshi bilmaganmiz. Demak, aytganki, sizlarni qoningizda, o'zbek millatining qonida buyuk ajdodlaringlarning geni bor. U ilm o'sha o'zbek olimlaridan chiqqan dunyoda. Biz ham butun dunyo o'zbek olimlarini ilmi asosida biz o'rganamiz. Sizlarni o'sha talantinglarni faqat sizlar namoyon qilishinglar kerak. Unga esa Turkiya kerak. O'shaning uchun men senga yordam bermoqchiman deb, keyin Germaniyadagi Finlandiya, Italiya, Angliya, Amerika Qo'shma Shtatlari juda ko'p davlatlarga meni bilim olishim uchun yuborgan nemis ayoli bo'ladi. Bilasiz, mana davlatimiz rahbari endi ishlarini boshlaganlarida elchixonalarga borganlar, vatandoshlar bilan uchrashib boshlaganlar. Germaniyaga kelganlarida butun o'sha olim talabalarga endi vataningizga qaytib kelinglar, O'zbekistonni ham yangi O'zbekiston qilib rivojlantiramiz. Sizlarga barcha imkoniyatlarni yaratib beraman. Ana o'shancha qaytinglar deb o'sha bir og'iz aytganlar. Ana o'shandan keyin biz o'ylab qolganmiz, bir nechta olimlar, keling biz Yevropani ancha rivojlantirdik. Bilasiz, Yevropada chetdan kelgan olimlar, masalan, juda ham ko'p immigratsiya ko'p. Ular Yevropani, Amerika Qo'shma Shtatlari ko'p rivojlantirgan. Keyin biz qaror qilganmiz, keling biz tajribalarimizni endi rivojlanayotgan, yangi O'zbekistonga qadam qo'yayotgan bir davlatni rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shsak deb
2022-yil shu avgust-sentyabr oylarida qaytganman. Vatanga qaytdingiz. Demak, qaytishingizga asosiy sabablardan biri bu davlat rahbarining shaxsan takliflari ham bo'lgan. Shundaymi? Shaxsan takliflari ham bo'lgan, keyin ilmga barcha imkoniyatlarni yaratib beramiz deganlar. Hamma imkoniyatlarni. Kelinglar O'zbekistonni ham rivojlantiraylik. Kelinglar O'zbekistonni ham dunyodagi eng rivojlangan davlatga aylantiraylik. Biz hammamiz birlashsak millat bo'lib, demak biz rivojlantira olamiz deganlardanki, demak O'zbekiston o'zgarayotgan ekan. O'zbekistonda imkoniyatlar yana bor ekan. Demak biz oldin imkoniyat bo'lmagan uchun ketgan olimlar. Shunday. Demak imkoniyatlar berilayotgan ekanda, demak ilmga ham e'tibor berilayotgan ekanda degan bilan bilasiz, oldin olimlar juda ham og'ir ahvolda bo'lgan. Ana undan keyin o'zgarish davrida yangi O'zbekistonda mana juda ham katta imkoniyatlar berilgandan keyin bizga bitta laboratoriya beramiz. O'zbekistonda yo'q, dunyoda bir yagona bo'lgan bir laboratoriya tashkil eting deb. Ana o'sha maqsadda. Lekin buni qarorim juda og'ir bo'lgan, chunki farzandlarim Finlyandiyada tug'ilishgan. Men farzandlarimni oldin o'tishim kerak bo'lgan. Har bir olim, har bir vataniga qaytmoqchi bo'lgan, o'sha yerda katta bo'lgan farzandlari, oilasi bilan qaytish kerak. U juda ham katta anaqa. So'raganimda, nimaga biz shunday boy, badavlat, rivojlangan davlatdan biz rivojlanayotgan davlatga o'tishimiz kerak? Ta'lim dunyodagi eng yaxshi-ku Finlyandiya. Chunki bu ona vatan, vatanim. Vatan nima degan? Vatan o'sha joyda tug'ilib o'sib, o'sha tuproqdan, o'shani yeb, katta bo'lgan o'sha sani vataning bo'ladi deb tushuntirganimda, demak bizning vatanimiz Finlyandiya ekan degan. Menga o'sha fikrlashdi, keyin qarab turib, to'g'ri Finlyandiya, lekin demak bu sizlarning O'zbekiston, sizlarning ona vataninglar. Keyin shunaqa qilib hammasi yaxshi bo'ladi deb, keyin farzandlarim bilan O'zbekistonga qaytdim. Farzandlarim hozir prezident maktablarida o'qishadi. Keyin mening maqsadim o'sha dunyoda o'rgangan bilimlarimni O'zbekistonda rivojlantirsam. Chunki hozir mana COVID-19 nimani biz dunyoga anglatdi? Dunyoda chegara yo'q. Davlatlar o'zi chegara qilgan, tabiatda chegara bo'lmaydi. Xuddi shunday. Siz rivojlangan davlatda yashayapman, hammasi yaxshi deya olmaysiz. Toki rivojlanayotgan davlatda tabiiy ofatlar bo'lsa. O'shaning uchun biz olim sifatida, demak dunyo yagona, demak biz qayerda ilm qilsak ham, demak dunyoni asrab qolishga yordam berish kerak degan maqsad bor edi. Keyin men vatanimga qaytganim mana 2 yildan endi oshyapti. Dastlabki savolimning bir davomi sifatida mana vatanga qaytdingiz. Davlat rahbari olimlarga, ilm ahliga katta imkoniyatlar yaratib berish haqida sizga u yerda sizlarga va'da berdilar. Qanchalik bu va'dalar o'z aksini topganini ko'rdingizmi? Vatanga qaytganingizdan so'ng. Vatanga qaytganimdan keyin biografiyamni ko'rgan bo'lsangiz, juda ham ko'p mukofotlar olganman, xalqaro mukofotlar. UNESCO'ni dunyoda bitta beriladigan mukofotini olganman. Jonas Carlos Finley. Keyin butun jahon fanlar akademiyasi mukofotini olganman. Argentinada, Germaniya, juda ko'p mamlakat, Amerika Qo'shma Shtatlarida, lekin o'zimni vatanimdan men mukofotlash bu o'sha berilgan so'zni bir isboti deb ham qarayman. O'zgacha tuyg'u. O'zgacha tuyg'u, keyin vatanimdan mukofot olaman, o'zimsan davlat rahbaridan. Demak, bu haqiqatda bir katta imkoniyat bo'lgan, berilyapti va e'tibor berilyapti deb men qabul qildim. Lekin yana bitta ikkinchi tomoni bor. Demak, davlat rahbariyati, prezident administratsiyasi juda ko'p qo'llab-quvvatlashadi, imkoniyatlar berishadi, ayniqsa xorijdan kelayotgan vatandoshlarga. Bu tomondan juda ham, lekin jamiyatda ham to'siqlar juda ko'p. Men O'zbekistonga bitta narsani tushunib yetdim. Demak, xohish katta, davlat rahbariyati barcha imkoniyatlarni beryapti, lekin biza quyi, ya'ni xalqimiz, tafakkurimiz uni qabul qila olmayapmiz. Ana o'shaning uchun demak rivojlanish sekinlashyaptimi degan fikr bo'lgan. Demak, ana o'sha katta maqsadlarni amalga oshirish uchun qurilish sohasida bo'ladimi, huquq sohasida bo'ladimi, salomatlik, sog'liq sohasida bo'ladimi? O'zi ko'p aytaman, davlatni qonunlamas jamiyat rivojlantiradi. Jamiyat tafakkuri rivojlantiradi. Chunki qonunni tushunib qabul qilgan xalqda. O'shaning uchun aytamanki, demak quyi olimlarning ichida yoki jamiyatda hali unaqa katta qo'llab-quvvatlash imkoniyatlar yo'q, to'la to'kis emas. Qarama-qarshiliklar hali ham bor. O'sha demak tarixda qolib ketgan narsa balkim deb o'ylayman ba'zan. Ayollarga ko'proq nisbatan. Bilasizmi, mana bugungi kunda umuman vatanimizda ilm olishga juda katta imkoniyatlar
bor. Biroq kuzatganimizda ko'plab yoshlar hali ham xorijda tahsil olishni, xorijda bilim olishni juda xohlashadilar. Istaklari ham, talablari ham bugungi kunda ko'plab yoshlarni shunday. Umuman bugun buni asosiy sababi nima deb o'ylaysiz? Va shu bilan bir qatorda bugun xorijda yoki vatanda ilmiy ish qilish, ilm bilan shug'ullanish uchun ikkilanayotgan yoshlarga nima degan bo'lar edingiz? O'zim magistr talabalarim bor, bu yerda biotexnologiya kursini ochganmiz. Keyin shogirdlarim bor. Ko'p yoshlar kelishadi. Siz nima deysiz? Ota-onalar, men farzandim nima deb o'ylaysiz kelajagini? Aytamanki, sizlar xorijga ketishingiz kerak deyman. Albatta xorijga ketishingiz kerak. Bu yerda karyera qilsamchi yo'q. Bu yerda mana masalan sizga ham ba'zasi bilan gapirishganimda aytaman hamkasblarimga, albatta xorijga chiqib ko'rib kelishing kerak. O'ta tafakkurini his qilasiz, o'sha yerlarda yurasiz. O'sha yerdagi tizimni ko'rasiz, odamlarni ko'rasiz. Keyin siz o'zgara boshlaysiz. O'z-o'zingizdan o'zgara boshlaysiz. O'shancha farzandlarimiz bu yerda eng boy badavlat insonlar ham hamma xalqaro universitetga bor bo'lsa ham albatta xorijga chiqishga harakat qiladi. Chunki u tafakkur o'zgarib keladi. U butunlay boshqacha qaraydi. Ana o'sha davlatni ham, o'zingizni ham, oilani ham o'zgartiradigan bu tafakkur bo'ladi-da. O'shaning uchun yoshlarga men aytardim, xorijga albatta chiqing. Bu faqatgina bilim olish emas. Siz o'zgarasiz. Siz qarashingiz o'zgaradi, dunyoga o'zgarishingiz qaradi, keyin mas'uliyat seza boshlaysiz. Ikkinchidan, hozir yoshlarga xorijga ketishning sababi ular tajriba orttirish kerak. Bizda masalan oliy ta'limda, ilmda hali biza yangi tizimlarni yo'lga qo'ymadik. Biz o'sha eski tizim bilan ishlayapmiz. Buni ochiq aytish kerak, chunki oliy ta'lim muassasalari bilan ilmiy tadqiqot institutlari ajralib qolgan. Amaliyot yo'q. Davlatimiz rahbari nima uchun biza kadrlar masalasi degan so'rovga hozir hech kim javob bera olmaydi aniq. Nima uchun universitetlar juda ko'p, nima uchun yoshlar hammasi o'qiyapti, lekin kadrlar kam. Muhandislar kam. Sifatli kadrlar demak. Sifatli kadrlar kam, muhandislar kam. Nima uchun mana farmatsevtika sohasi biz butun dori-darmonlar xorijdan olamiz. Nima uchun oziq-ovqatlar ko'pincha xorijdan olamiz, lekin bizda mutaxassislar yo'qmi? Bizda muhandislar yo'qmi? Biz qanaqadir ishlab chiqarish yo'li qo'ya olmaymizmi? Yoki biz oziq-ovqat yangi navlar yarata olmaymizmi? Nimaga biz eksport qilmayapmiz? Nimaga biz olamiz? degan masalalar bor, kadrlar masalasi. O'shaning uchun demak, yoshlar uchun kuchli, masalan, shifokor bo'lmoqchimi, kuchli o'sha boshqa sohani o'rganmoqchimi, o'sha dunyodagi bizda aytishingiz mumkin, reytingga kirgan universitetlar bor deb, u boshqa narsa. Reyting bu faqatgina raqam. Lekin reyting deganda, men o'zim tushuncham aytaman, bu hammaga, mana O'zbekistonda universitetda biz 1000 talik kirdik, 500 talik kirdik, 200 talik kirdik. Yo'q, u degan so'z siz juda zo'r emassiz. Reyting degan so'z ilm va bilim. Universitetda siz bilim olasiz. Reytingga 1000 talikda o'qisangiz hech qanday bilim olmasangiz. Yoshlar avvalambor xorijga chiqib, bilimlarini oshirib, undan keyin kelib, uni amaliyotini o'sha O'zbekistonda qo'llab, o'zi o'sha muhitda yaratish kerak. Masalan, agar men xorijga chiqmaganimda, men xuddi shunaqa ishga kelib, nimadir yozib, hisobot yozib ketayotgan bo'lardim. Lekin xorijni ko'rganimdan yo'q. Mana xorijga O'zbekistonga keldim, men xuddi xorijdagi muhit yaratishim kerak. Men o'sha talabalarga faqatgina leksiya berib chiqib ketmasligim kerak. Talabalarni fikrlashini o'zgartirishim kerak degan narsa bilan yashaydi. O'shaning uchun bizani yoshlarimizni xorijga ketishi juda katta ahamiyatga ega. Dilfuza opa, ilm yo'li oson yo'l emas, juda murakkab yo'l. Ayniqsa olimlik yo'li, bu yerda nafaqat sizni xohishingiz, balki katta matonat, sabr, fidoyilik talab qilinadi. Men o'ylaymanki, ayol olima bo'lish bu 2 karra mas'uliyat. Umuman hayot yo'lingizda, olimalik yo'lingizda qiyinchiliklar haqida savol bermoqchi edim. Umuman qanday stereotiplarga duch kelgansiz? Ularni qanday yengdingiz umuman? Chunki bugun siz kabi ilm qilayotgan yosh qizlarimiz juda ham ko'p, ayollarimiz juda ham ko'p. Men o'ylaymanki, qaysidir maslahatlaringiz balki ularga dalda bo'lar, balki ikkilanayotgan qandaydir savollariga javob bo'lar. O'zi qiyinchilik haqida gapirishni yoqtirmayman, lekin ko'p jurnalistlar yutuqlarim ko'p gapirardi, lekin rahmat, siz qiyinchilik haqida gapiribsiz. Mana 2 ta shogirdim bir kun kelib, magistraturani bitirishdi, mana shu ishlashdi, aytishdiki, Dilfuza Rustamovna, men hech qachon olim bo'lmayman dedi. Men uyda o'tirib, faqatgina uy bekasi bo'laman, farzandlarimni katta qilaman, men ilm yo'lida ketmoqchi emasman dedi. Keyin men aytdimki, to'g'ri qaror qilgansan, agar shu senga ma'qul bo'lsa. Keyin bitta talabam keldi, ustoz dedi, men bitirdim, rahmat sizga, rozi bo'ling bilimlaringizga, men olim bo'lmayman dedi, ikkinchi qiz.
keyin nimaga sababini so'radim. Men sizni ishlayotganingiz, sizni kurashayotganingiz, mana shu to'siqlar, shunaqa atrofingizdagi insonlar bilan qarama-qarshiliklari sizdagi kuch menda yo'q. Men unaqa qila olmayman. Men yig'lab yuborishim mumkin ustoz. Men ularga qarshi bora olmayman. Men qattiq gapira olmayman. Har xil to'siqlarga. O'sha aytmoqchimanki, rivojlangan davlat, men rivojlanayotgan davlatda ayollarga, lider ayollarga, olimlarga juda qiyin. Juda katta qarama-qarshilik bor. Chunki jamiyat hali sizni qabul qilmaydi. Bu faqat bizning jamiyatimizda shundaymi yoki Afrika rivojlanayotgan mamlakatlarda? Rivojlangan mamlakatlar u ayolli lider sifatida mana ko'p prezidentlarni ham ko'rasiz, vazirlar ayollar, rektorlar ayollar ko'rasiz. Demak, ayol Malayziyada ayniqsa katta ayol siyosatchilar. Ular ro'mol o'ragan, dinida ham hamma, lekin juda ham katta siyosatchilar. Ular ayollarga, demak, ayollardan juda katta fikr olamiz. Ayollardan bilim olamiz, ayollardan ilm olamiz, ayollar bilan birga ishlaymiz, ayollardan ham o'rganamiz, bir-birimizdan to'ldiramiz degan tafakkur bor-da. Bu yerga kelganimda Avstriyada ham, Finlandiya ham bilasiz, o'sha paytda o'sha Finlandiyaga kelishimdan oldin 8 ta vazir ayol kishi edi. 8 ta vazir. O'sha COVID-19 vaqtida ayollar 5 ta ayol Finlandiyani boshqargan. 32-33 yosh ayollar. Prime Minister ham Sanna Marinada 32 yosh, ta'lim vaziri 33 yosh. Har xil 32-33 yosh, 40 ga bormagan hammasi, lekin Finlandiyani eng boy davlat qilib boshqarishdi. Demak, o'sha siyosatchilar ham qabul qiladi, chunki o'zgarish bor, rivojlanish bor. Nima uchun ayol liderlarni qabul qilmaslik kerak davlatda? Juda ko'p ayollar bor, aytmoqchimanki, ayol birinchi ko'p tinchlikka o'ylaydi, chunki bolalar sog'lom bo'lishi kerak, tinch bo'lishi kerak, oilasi tinch bo'lishi kerak. Demak, davlat tinch bo'lishi kerak. Birinchi tinchlikka tarafdor ayol bo'ladi. Keyin to'q bo'lishi kerak davlat. Hamma xalq to'q bo'lishi, chunki farzandlar to'q bo'lishi kerak. Ko'rasizmi? Uni tafakkuri boshqa. Keyin Alloh ayollarga bergan narsa juda katta. Hayvonot dunyosida ko'rasiz, bolalarini himoya qilayotgan hayvonlarni ko'rasiz-da, o'zini jonini berib. O'sha narsa nafaqat insonga, hayvonga ham berilganda. O'shancha davlatini, yurtini, farzandlarini, oilasini o'zini himoya qiladigan kuch olgan bu ayollar bo'ladi. O'shaning uchun lekin rivojlanayotgan davlatlar, Afrika davlatlarida, boshqa rivojlanayotgan davlatlarda stereotiplar ko'p, o'sha qarama-qarshilik ko'p, chunki liderlarni qabul qilishmaydi. Ayollar juda ko'p narsaga erishsa, ki o'zini bir kamsitilgandek his qiladi. Masalan, ilmiy tadqiqot institutlarida ki qarama-qarshilik boshlanadi. Siz hech qanday yomon ish qilmaysiz. Siz hech qanday yomonlik qilmaysiz. Siz tashkilotni rivojlantirasiz, siz ishlaysiz, ilm qilasiz. Lekin bitta sabab siz ko'p narsa qilyapsiz. Ko'rasizmi? O'sha tomondan qarshiliklar bo'lishi mumkin. Lekin ana o'shanaqa vaqtda nima uchun ko'p ayol liderlar turadi? Nimaga ular lavozimidan chetlatilmaysa, uni davlat boshqaruvi qo'llab-quvvatlagan. Qo'llab-quvvatlab tursa, ular turadi. Tushunasizmi? Lekin bu qarama-qarshiliklarga qo'llab-quvvatlashsiz, dosh berish juda qiyin. O'shaning uchun ko'p talabalar biz olim bo'lmaymiz deb ketganlari ko'p, lekin o'zida kuch topgan, lekin agar o'zida maqsad qo'ygan, lekin ota-onasi, oilasi qo'llab-quvvatgan oila qizlar bor. Demak, men ilm qilaman, men o'zgarish qilaman O'zbekistonda. Chunki men ko'p o'rgataman yoshlarga. Masalan, havo juda zaharlandi yaqinda. Nafas olmayapti. Xuddi shunday. Farzandlarim, ota-onam nafas olisha olmayapti. Hammanglar o'tiringlar, o'tirdim. Mana qarang, siz yaqinda aytdim magistrlarga. Siz hammani ko'chirasiz, hech nega bilim olmaysiz, diplom olasiz, ketasiz. Ha, PhD talabalar ham mana kelmaydi ishga, 2-3 joy ishlashadi, ko'chirasizlar, himoya qilasiz, diplom olib ketasizlar. Xo'p, havoni tozalaydigan olim qayerda kelsin? Xuddi shunday. Qanday qilib yaxshi shifokor bo'lsin? Agar faqatgina diplom olish uchun maqsadinglar bo'ladida, bolalarimiz zaharlanyapti. Hammamiz nima deydi, har kuni xirurgik muolajalarga xorijga ketamiz, shifokorlar xorijda yaxshi. Demak, xorijga chiqamiz, havo yaxshi, nafas olib kelamiz. Nimaga shuni O'zbekistonda qilish uchun sizlar o'qishinglar kerak, bilim olishinglar kerak. Ko'rasizmi? Bu ham tafakkur. O'shaning sizlar ilmga faqatgina o'qish uchun yoki diplom olish uchun emas, ilmda masalan siz eng zo'r pishloq yarataman, sir deb yashang masalan, yoki buxanka yoki boshqa non yeymiz. Nima uchun Fransiyada anaqa kirsangiz, supermarketga kirsangiz, yuzlagan xil nonlar bor. Ana o'shani yaratinglar, u ham ilm-ku. Hammasi ilm-ku deyman-da. Xitoyga borib maqtanib kelasiz. O'zbekistonda qilish mumkin, lekin sizlar ilm yo'lidan ketishinglar kerak. Ilmni tark etish kerak emas-da, ilm qilish kerak-da. Davlat juda ko'p imkoniyat beradi bizga, olimlarga. Bu imkoniyatni suiiste'mol qilyapmiz-da, olimlar.
Dilfuza opa, yana bir savol, bu men uchun ham juda ham qiziq. Agar O'zbekistonda qolganingizda shu ilm yo'lini tanlagan bo'larmidingiz? Mana sizni javoblaringizdan shuni anglayapmanki, xorij sizga juda katta yordam bergan. Ilm yo'lidan, ma'rifat yo'lidan ketishingizda. Vaqtni orqaga qaytaraylik. Siz O'zbekistonda qoldingiz. Ilm yo'lini tanlagan bo'larmidingiz? Men O'zbekiston qolganimda men hozirgi hayotimni tasavvur qila olaman. Xuddi daryo oqayotgan, o'sha oqimda ketayotgan bo'lardim. Masalan, borardim, meni faqatgina o'ylaydigan narsam farzandlarimni boqishim kerak, qornimni to'ydirishim kerak, ki uy joyim bo'lishi kerak bo'ldi. Ki farzandlarimni uzatishim kerak, to'y qilishim kerak. Boshqa maqsad bo'lmasdi. O'shancha aytamanki, o'shancha xorijga chiqib tafakkuringni o'zgartir deyman-da. Undan chiqib ketasiz. Demak, sizga mol dunyo, mablag' boshqa emas, men nima uchun yashayman? Mana o'sha nemis ayol bir kuni mozordan o'tib ketayotganda, bir kun biz ham ketamiz, mana mozorda senga bitta narsa aytaman degan. Mana bu odam aylanib ko'rsatgan Germaniyani. Voy, bu mozormi desam, ha, mana bu odam 1920-nechinchida tug'ilgan, 1970-nechinchida olamdan o'tgan. Tug'ilgani o'lgan deb yozib qo'ygan deb aytganda hayron bo'lganman. Chaqaloq bo'lganmi desam, yo'q, qabri katta-ku, yo'q. U 70 yil yashagan, lekin ma'nosiz, mazmunsiz yashagan. Tug'ilgani o'lgan. Hech nima qilmagan jamiyatga. O'shaning uchun har birimizni tug'ilishimiz, bu dunyoga kelishimizni maqsadi bor. Bekor-bekor bitta barg bekor-bekor o'smaydi. O'shaning uchun sen birinchidan yashadingmi, nima qildim? Masalan, yoshing o'tganda nima qildim degan savolga jamiyatga yordam berdingmi? Kimgadir yaxshilik qildingmi? Kimnidir boqdingmi? Kimnidir katta qildingmi? Ana o'sha nimadir qildim, maqsadingiz bo'lishi kerak-da. Ana o'shani o'ylayki, ikkinchi narsani o'rgatgani menda sen shunaqangi bir kasbni tanlashing kerak. Masalan, siz ham kasbingiz bor-ku. Aytishingiz mumkin, men kasbimni yaxshi ko'raman. Odamlar bilan gaplashasiz. Tushuntirish boshqacha-da. Sen bir kunda necha soat ishlasam, 8-9 soat ishlaman. Uyda 2-3 soat uydamanki uxlayman. Ha bo'ldi. Eng kam ko'ping ishda. Bir kun umring o'tganda men mazmunli yashadim deyish uchun sen eng yaxshi o'sha ishing, seni hobbing bo'lishi kerak. O'sha ishing atrofida sen yaxshi ko'rgan odamlar bo'lishi kerak. Men o'zim yaxshi ko'rgan ishimni qilyapman. Men maza qilib yashayapman. Men ishlayapman, men yashayapman degan narsani topsang, u seni ishing. Ana o'shanda sen bir umr, chunki gulni ham siz yaxshi ko'rib suv quysangiz o'smaydi. Agar uni yaxshi ko'rsangiz o'sadi. Yaxshi ko'rsangiz, mehr bersangiz, o'shanda gul ham o'sadi. Ana o'shaning uchun har bir inson kasb tanlayotganda o'zingizni yaxshi ko'rgan, rivojlantira oladigan, ko'zingiz yetadigan, o'zingizni yarata oladigan narsa. Ana o'shalar hammasini menga nemis ayoli, nemislar o'rgatganda, o'sha rejalashtirishni, boshqani, hayotda har kuni ertalab kechqurun men nima qildim deyishni o'rganishi, tartibni, hamma narsani, hayotda mazmunini topishi. O'sha O'zbekistonda qolganimda men bunday imkoniyatlarga erishmasdim, chunki o'sha hozir aytdim-ku, jamiyat hozir shunchalik butun xalqaro tashkilotlar qo'llab-quvvatlaydi, davlatimiz rahbariyati administratsiya qo'llab-quvvatlaganda shunchalik qarshilikka uchrayman deyman. Demak, endi faraz qiling, men oddiy ayolman. Hozir mendagi ayollar juda ko'p, xorijga keta olmagan, shu yerda yashayotgan. Ular oddiy bir umr bir xonaga kelib, o'sha nimadir yozib, hisobot topshirib uyga ketadi. Bo'ldi, nima qilding desam, hisobot yozdim. Bir umr nimadir qilib hisobot yozgan, lekin o'sha ish na jamiyatga foydasi tekkan, na jamiyatni o'zgartirgan, na siyosatni o'zgartirgan, na tizimni o'zgartirgan, na u insonlar o'zini yaratgan. O'sha aytmoqchimanki, daryo oqimida yashayotgan odamlar bor. Daryoni oqimiga qarshi borib uni o'zgartirish qilayotgan jamiyat bor-da. O'shaning uchun agar O'zbekistonda o'sha qonunlar emas, jamiyatda tafakkurni, masalan, siz ham suhbatlar qilyapsiz-ku, o'shanda siz yoshlarni tafakkurini o'zgartira olsangiz, demak siz jamiyatni o'zgartira olasiz. Endi bu meni albatta fikrlarim. O'shaning uchun shunaqa deb. Juda to'g'ri, fikringiz albatta. Jamiyat bu insonlardan tashkil topgan. Siz o'zingiz bilmagan holda bir odamga ta'sir qilish orqali minglab odamlarga ta'sir qilishingiz mumkin. Bu bor narsa. Hali siz bilan suhbatimizda ham olima shogirdlaringiz haqida to'xtalib o'tdingiz. Mendagi ma'lumotga ko'ra, albatta bu yangilanmagan ma'lumot, 2019-2023-yillar mobaynida O'zbekistonda o'sha ilmiy ish himoya qilgan va ilmiy unvon olgan olim va olimalar 7000 nafarni tashkil etar ekan. Bu degani bilasizmi? 7000 har xil sohalarda 7000 dan ortiq innovatsiya, yangilik degani shunday emasmi? Chunki ilmiy ish himoya qilayotgan olim va olimalardan asosiy talab
o'z yo'nalishi bo'yicha bir yangilik yaratish, sohaga yangilik olib kirish. Sifraga to'xtaladigan bo'lsak, nima deb o'ylaysiz? Bugun ilm ichida yashayotgan, umuman ilmiy nuqtai nazardan shu 7000 dan ortiq ilmiy ishlar bugun davlat, xalq, jamiyat manfaati uchun xizmat qila oldimi? Nima deb o'ylaysiz? Siz nafaqat prezident administratsiyasi, davlatimiz rahbari ham o'ylayotgan juda ham og'riqli bir savol berdingiz-da, ko'tardingiz-da. Chunki dunyoni ilm asrab qoladi-da. Albatta. O'zbekistonni ham ilm rivojlantirish mumkin. Ilmsiz najot yo'q-da. Yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkiloti ko'rdingiz, dunyoni suv bosyapti ko'p mamlakatlarni. Antonio Guterrish bosh kotibi Birlashgan Millatlar Tashkiloti aytdi. Olimlar, siz yolg'on gapirmang. Siz to'g'ri gapiring. Oqni oq deng, qorani qora deng. Qo'rqmang. Men sizlar bilanman. Men umrimning oxirigacha siz tomonda bo'laman. Demak, ilmdagi haqiqat. Buni ichida kimdir unda oddiy eshitishi mumkin kimdir. Lekin uning ichida shunaqa narsa bor ediki, oqni olim qora desa, qorani oq desa dunyo yo'q ketishi mumkin. Shunday. Siz noto'g'ri narsa eshitishingiz mumkin. Chunki olim bu Alloh yaratgan tabiatni o'rganamiz biz. Shunday. O'sha tabiat qanday tuzilgan u tabiat? Bu ilmda u tabiatni o'zgartirishga haqqimiz bormi? Yoki haqqimiz yo'qmi? Cho'lni nima uchun biz o'rmonga aylantirishimiz kerak? Chunki cho'l bo'lib yaratilgan. Ana o'sha Alloh yaratgan tabiatni o'rganish bu ilmda. Albatta. Yani hozirgi aytganingiz 7000 juda ko'p. Shunaqangi mana ba'zan komfort zona bersangiz olimlarga, hamma sharoit qilib bersangiz, mana 30% bilasiz, ustama bor, 60%, 15, 20, 30, 40 million olayotgan olimlar bor. Biza faqatgina oylik olsa bo'ldi-da, diplom. Keyin hali biz tizimimizni o'zgartirmadik. Mana masalan, PhDga 6,5 million beriladi stipendiya va uni rahbariga 1,5 million, 8 million bitta olimga ketyapti 3 yil. Bu yerda juda ham og'ir masalalar bor. Chunki bugungacha mana hozir aytyapsiz, hamma narsa qog'ozda bo'lgan. Qog'ozda bo'lgan. Chunki dissertatsiya yoziladi, unga haqiqatda amaliyotda qo'llanilganmi degan narsa bor. Amaliyot qo'llanilganda biz yolg'on ma'lumotlar olib kelamiz. Qo'llanilgan. Demak, juda qiziq narsa, bitta qishloq xo'jaligi sohasi masalan, demak, o'sha bir talaba faqatgina stipendiya beriladi, ilmga hech qanday mablag' berilmaydi. U bir necha gektarda ilm qilar ekan, u chiqqan texnologiya million milliard so'mlab foyda olib kelar ekan, ana o'sha bo'yicha demak himoya qilyapti. Keyin siz o'ylaysiz, shunaqa katta ishlar bor ekan, nima uchun O'zbekiston iqtisodiyoti, davlat rivojlanmagan? Ko'rasizmi, demak oxirida xulosa qilishga majbursiz. O'zingizni maqtash emas, inson o'zini maqtash kerak emas, chunki chetdan ko'rib turibdi yaxshi qilayotgan ishingizni. Kamchiligimizni yechishimiz kerak. O'shani to'g'rilab, bo'shliqni to'g'rilashimiz kerak. Kamchiligimiz nima bo'lgan? Kamchiligimiz yolg'on ma'lumotlarda bo'lgan. O'shani aytmoqchimanki, ilmdagi birinchi bo'lib halollik katta ahamiyatga ega. Albatta. Ilmdagi halollik. Farmatsevtika, dori-darmon sohasida ikkita yo'nalish bor deb siz bilan gaplashuvdik. Ilmda biologiya sohasi, ekologiya sohalari, oziq-ovqat sohasi, farmatsevtika sohasi, meditsina sohasida olimlar hech qachon bunday ish qilish kerak emas. Chunki to'g'ridan-to'g'ri insonlarga bog'liq. O'sha qancha bolalar zaharlanyapti, masalan, havoda nafas olib bo'lmaydi. Keyin bitta aytasiz, hamma jamiyat aytadi, butun davlat, chunki biz byudjetdan olamiz. Biza olimlar o'sha 7000 ta deyapsizmi? Xalqdan olamiz. Lekin bitta savol, biz xalqqa nima beryapmiz? Hozircha hech narsa berayotganimiz yo'q. Bitta-ikkita olimlarni agar qo'shib ketmasak, holatda. O'shanga bu qanday to'g'rilaymiz? Bu juda ham katta mas'uliyatli, tizimli narsa. Demak, ilmni bugungacha ilmiy tadqiqot inson tahlil qilmaganmiz. Mana kecha UNESCOda men xalqaro ilm fan kuni bo'ldi. Buni albatta sizga aytishim kerak. Men rosa xursand bo'lganim, UNESCO birinchi marta xorijda qilayotgan katta yig'ilishni O'zbekistonda qildi. Bu tarixiy narsa. Butun dunyo buni juda katta tarixiy deb qaradi. O'zbekiston. Chunki O'zbekiston buni uddaladi. Chunki hamma davlat ham ola olmaydi buni. Ikkinchidan, demak UNESCO shunaqangi bizga yana e'tirof etgani, ilm xalqaro ilm fan kunida o'zbek olimasi dunyoga bugungacha ilm, kelajak ilm qanday bo'lishi kerak deb ma'ruza berdi. O'shanda men aytdim, bugungacha o'sha UNESCOning rahbariyati bilan gaplashib, bugungacha jamiyat, davlat bizga pul berdi, biz ilm qildik, biz hisobot berdik jamiyatga. Endi bugungacha bu dunyoni o'zgartirmadi. Hali ham urush bo'lyapti, ta'limda hech nimaga erisha olmadik, hamma joy ocharchilik, demak ekologik muammolar hali ham bor. Barqaror rivojlanish maqsadlariga erisha olmadik. Buni bosh kotib Antonio Guterrish ham tan oldi. Demak, biz noto'g'ri yo'ldan ketdik. Butun dunyo noto'g'ri yo'ldan ketdik.
Endi ilmni biz o'zgartirishimiz kerak. Ilm va jamiyat birga ishlash kerak. Albatta. Demak, jamiyat, davlat bizga pul beradi, biz unga hisobot bermaymiz. Yo'q. Biza amaliy narsa beramiz. Biza nimadir yaratamiz. Dunyoni o'zgartirishimiz kerak. Birinchi bo'lib butun dunyoda oliy ta'lim ham, ilmiy tadqiqot ham o'zgarishi kerak. Chunki iqlim o'zgarishi shiddat bilan o'zgaryapti-da. Keraksiz mavzuni olib tashlash kerak. Dunyoni har bir davlat o'ziga kerakli mavzularni qilish kerak. Iqlim o'zgarish davrida-da. Chunki 5 yildan nima bo'lishimizni bilmaymiz. Albatta. Ana o'shaning uchun ilmda birinchi qiladigan ishimiz 2050-yilga qarar ekanmiz. Biz birinchi bo'lib qaysi ilm mavzu muhim bizga va ilmdagi halollik, yolg'on sifralardan butunlay voz kechishimiz kerak. Bu reytingdan butunlay voz kechishimiz kerak. Hozir universitetlar reytingi, lekin butun xalq biladi, qaysi universitet talabalar ham biladi. Haqiqatda bu yaxshi universitetmi yo'qmi? Chunki domlalari professor o'qituvchi aytib turadi. Universitetga kirdingiz, professor o'qituvchi bilan gaplashish, undan keyin o'sha reytingni o'zingiz qo'yavering. Albatta. U hammasi hozir biza 7000 ta olimimiz bor. Masalan, 30 ta PhD'miz bor, shuncha fan doktorimiz bor degani bu raqamlar. Lekin ilm qancha? Shuncha ilm bor ekan, nima uchun xalqaro mukofotlar bular olimlar olmagan? Nima uchun Nobel mukofotlari bizda chiqmayapti degan savollar. Nima uchun iqtisodga olimlar hech qaysi sohaga bir yangilik bermayapti? Innovatsion rivojlanish agentligidagi berilayotgan milliardlab pullar, loyihalar haqiqatda barqarorligi bormi? Uni tahlil qilish kerak. Agar barqarorligi bo'lmasa, to'xtatish kerak. Uni biza to'g'ri tizim yechishimiz kerak. Bu meni gaplarim emas, butun dunyoni UNESCO yig'ilishdagi bir xulosasi bo'ldi. Navbatdagi savolimga qaysidir ma'noda hozirgi javobingizdan xulosalar oldim, biroq tijoratlashtirish masalasi haqida savol tayyorlagan edim sizga, chunki xorij tajribasini bilgan, o'sha yerda faoliyat olib borgan mutaxassis sifatida tahlillarimga ko'ra xorijda aynan o'sha PhD, DC himoya ishlarini 35-40%, ya'ni bu rivojlangan mamlakatlardagi sifralar tijoratlashtiriladi. Ya'ni bular o'sha saralangan sohalar, biologiya, ximiya, IT texnologiyalari sohalarida bu o'sha tijoratlashtiriladi. Bu ya'ni qog'ozda qolib ketmaydi ilmiy ishlar, balki o'sha startaplar yoki o'sha ixtirolarni patentlash yoki xizmatlar ko'rinishida bozorga chiqadi. Bugun men o'sha siz bilan suhbatdan oldin monitoring qilgan paytimda O'zbekistonda himoya ishlari, dissertatsiya ishlari juda past foizda, 5-10% tijoratlashtirilgan ekan. Men o'ylaymanki, buni asosiy sababiga qaysidir ma'noda javob oldim, biroq siz nima deb o'ylaysiz? Bu yerda jamiyat olimlarga ishonmayotganligimi yoki bo'lmasa bugun biz faqat ilmni ilmiy daraja olish uchun qilayotganligimizmi? Hammasi. Barchasi. Birinchi bo'lib sanoat palatasini katta yig'ilish bo'ldi davlat rahbari nutqlaridan keyin. Chunki savol berdilar, olimlar juda ham ko'p, nima uchun ishlab chiqarish yo'q? Xuddi shunday. Keyin sanoat palatasi katta yig'ilish qildi, o'sha yerda ham qatnashdim. O'shanda faqat xulosani aytaman sizga. Biz keraksiz mavzularda ilm qilamiz. Bizda masalan zavod, fabrika, katta bir kompaniyalar yo'q. Meni ilmimga mijoz yo'q. Nima uchun men ilm qilishim kerak? Demak, bozorda talab yo'q. To'ppa-to'g'ri. Bozordagi talabdan kelib chiqib o'shda katta bir biznes olamidagi odamlar ham keldi, katta kompaniyaning prezidentlari keldi. Ular aytdi: "Men juda ham xursand bo'laman agar sen mahsulotimni yaxshilab bersanglar sizlar olimlar. Ana o'shanda birga ishlashim mumkin." Xorijda boshqacha. Mana yaqinda Eron bilan sanksiyalarga uchragan Eron, lekin ular ham xorijga eksport qilyapti. Albatta. Endi Ahmad Berash Azad Islom universitetidan keldi, prezidenti universitetda. Bitta universitetda 90 ta kompaniya bor ekan, startaplar. Kompaniya demak universitet qoshida. Bizning universitetlarimizda nechta startaplar bor, nechta kompaniyalar bor. Masalan, Germaniyaning katta bir ilmiy tadqiqot instituti ham bir nechta kompaniya emas, shu 10-15 ta kompaniya bor edi, ishlaydi. O'sha ilmiy tadqiqot instituti. Kompaniya buyurtma beradi. Biz o'shani qilamiz. Masalan, o'zim ham Enzazadan juda ham katta urug'chilik kompaniyasida faoliyat olib borganman. Gollandiyada ham xuddi shunaqa katta kompaniyalar PhD, boshqa pozitsiyalar ochadi. Ilmiy pozitsiya 3 yilga, 2 yilga. Demak, kelib bizga banga shunaqangi 3 yil postdoc deydi, ishlaganman kompaniyada. O'sha ilmiy ishimni qilganman. Unda menda bitta anaqa edi. Mana shu urug'i stressga chidamli bo'lganini yaratib berishim kerak. Masalan, ko'ryapsiz? Topshiriq shunday bo'lgan. Topshiriq shunday bo'lgan. Men yarataman. U demak, u ishlab chiqarishi, urug'larni o'zgartirib butun dunyoga sotadi. U mendan manfaatdor. Men undan stipendiya oldim, ilm qildim. Men ilmiy tomonini ko'rdim, u texnologiya foyda tarafini ko'rdim. O'shaning uchun O'zbekistonda mana shu tijoratlashtirish juda ham hali
tizim endi harakat qilyapti, lekin xatda bo'shliqlari juda ham ko'p. Demak, talab kerak. Demak, bozor iqtisodiyoti bo'lgandan keyin har unga chiqmadik biz. Demak, ilm biza jamiyat yoki jamiyatga foydamiz tegishi kerak. Mana havoni ifloslanishi bu davlat buyurtmachi. To'g'ri, davlat buyurtmachi bo'lishi mumkin bizning ilmimizga yoki katta kompaniyalar bo'lishi yoki zavodlar buyurtmachi bo'lishi mumkin. Har xil zavodlar bor-ku. Ana o'shanda biz ilm qilishimiz kerak. Agar davlat buyurtmachi bo'lmasa, kompaniyalar boshqalarga hech kim zavodlar kerak emas bo'lsa, bizani qilayotgan faqatgina biz oylik maosh olamiz, diplom olamiz, hisobotimiz faqatgina turadi. O'shaning uchun aytamanki, ilmingizdan naf yo'q demak jamiyatga. Ana o'shaning uchun soni juda ham ko'p olimlarni, lekin tijoratlash juda ham kam. Keyin loyihalarni ham hozir bilasiz, Innovatsion rivoj agentligidan katta o'zgarishlar ketyapti. Demak, bugungacha masalan davlat chunki byudjetdan ketyapti bu. Shunday. Davlat byudjetdan ketayotgan loyihalar davlatga o'sha xuddi shunaqa Yevropada hisoblaydi-da. Davlatga qancha bo'lib qaytdi. Albatta. Agar qaytmagan bo'lsa, nimaga biz loyihalarni davom ettirishimiz kerak? Shunday. Ko'ryapsizmi? O'sha gap nechta loyiha berildi. Masalan, statistika o'qiysiz-ku sizlar, o'qiysizlar. Mana O'zbekistonga ilm juda rivojlanyapti. Shuncha PhD bo'ldi. Olimlarga mana shuncha milliard so'm loyihalarga berdik. Lekin hech kim bu olimlar qancha qaytardi davlatga? Uni statistikani ko'rsangiz, ma'lum bir kichkina foiz chiqadi. Demak, o'shaning uchun aytaman, juda ham keskin gapirasiz deyshadi menga. Aytaman, keskin gapirmayman, lekin mana bitta ilmiy tadqiqot instituti 300 ta odam ishlaydi. Faraz qiling. 10, 20, 30 yil unga ketayotgan mablag' kimdir PhD qilgan, fan doktori bo'lgan. Undan ko'ra buni yopib, foydasi bo'lmasa, bitta qishloqqa toza suv olib berganimiz yaxshi emasmi? Manfaatliroq. Manfaat yoki bitta qishloqqa maktab qurib beraylik. O'sha davlat ularning puli. Chunki ularning pulini ishlatyapmiz biz. Ko'ryapsizmi? O'sha ilmiy tadqiqot institutini yopaylik demoqchi emasman. Ishlamayotganlarni olib qishloqlardagi maktablarni agar rivojlantirsak, bilimni o'shatlarga bersak, shu hech qanday faoliyatsiz o'tirgan olimlarni borib o'sha viloyatlardagi qishloqlarga o'qituvchi qilib oylikni katta qilsak, ana o'shanda manfaatli bo'lishi mumkin. Faqatgina hech qanday manfaatsiz bo'lgan o'sha davlatning byudjetidagi pullar taqchil deyshadi-ku. Ba'zan eshitib qolaman-da. O'shanda shunday bo'lsa, ilmni tahlil qiling. Keraksiz ilmiy tadqiqot institutini yopib, keling qishloqlarni rivojlantiraylik. O'shanda shaharga kirasizmi, qishloqlarga borasizmi, hamma sharoit bor. Maktab bor, transport bor, infratuzilma bor, gaz bor, issiq bor, hamma narsa bor. Ana o'sha yerda ham men ishonaman, o'sha qishloqlarda ham juda ham talantli bolalar bor. Faqatgina ularga ozgina bo'lsa ham imkoniyat berilishi kerak-da. O'qish uchun, bilim olish uchun shahardagi imkoniyatlar ularga ham uzatilishi kerak. O'sha tog'li hududlarda ham. Endi bu mening shaxsiy fikrim. O'shaning uchun aytmoqchimanki, agar haqiqatda ilmda biza bir marta gapirganimda, chunki rivojlanayotgan davlatimiz biz raqamdan boshlaymiz. Biz raqamdan 10 yil qildik. Kerakli raqamdan sifatga o'taylik. Raqamimiz juda baland. Qancha universitetimiz 1000 talik kirdi, 500 talik kirilyapti. Kerakli endi sifatga o'taylik. Keyin biz Nobel mukofotlari chiqsin, nimadir yarataylik, vaksina yarataylik, nimadir yarataylik, biz ham eksport qilaylik. Faqat importda o'tiribmiz-da. Shunaqa narsalar menimcha u vaqti keldi. Endi uni o'zgartirishimiz kerak. U ham o'zimizning qo'limizda. Albatta. Dilfuza opa, yolg'izlikdan qo'rqasizmi? Ba'zan insonga o'sha Yevropada yurganimda, biz Finlyandiyada o'rmonda yashaymiz. Juda ko'p insonlar yolg'iz aylanayotganini ko'rasiz o'rmonlarda. Bosh hayron bo'lib qo'rqmaydi. U o'rmonda bitta o'zi. Yoki velosiped uchib ketadi, yoki kuchugi bilan, mushugi bilan. Yolg'iz bo'lsangiz, yaratganga yaqinroq bo'lasiz. Chunki sizni bu dunyoda hech kim ba'zan farzandingiz ham tushunmaydi, ba'zan do'stingiz ham tushunmaydi, yoningizdagi insonlar ham eng yaqiningizga ham tushunmaydigan holatlar bo'ladi. Yoki siz ularga aytolmaydigan holatlaringiz bo'ladi. Masalan, har xil narsa. O'shaning uchun yolg'iz bo'lish, men shunaqa yolg'iz bo'ldi degan so'z, inson hech qachon yolg'iz bo'lmaydi. Inson bitta o'zi o'tirsa, u yaratgan bilan bo'ladi deb o'ylayman. O'shanda siz ko'p narsani gaplashaverasiz. Qilayotgan gunohlaringizni gaplashishingiz, kechirim so'rashingiz mumkin. Agar qandaydir qaror qilmoqchi bo'lsangiz, bilmayotganingiz mumkin. Qalbimga solgan o'sha narsani men qilay, qaysi to'g'ri deyishingiz mumkin. U uchun sizga sokinlik kerak. Tabiat yaratilganda, tabiat, demak, tabiatga kirishingiz o'zi yaratganga yaqin bo'ldingiz-da. U yaratganligida. Mana ilmiy ishlar, manfaatli ilmiy ishlar haqida to'xtalib o'tdingiz. Balki savolim keskinroq bo'lsa, uzr so'rayman. Siz bugun professor, o'zbek professorsiz. Siz qilgan ilmiy ishlar bugun jamiyatga qanchalik naf beryapti deb o'ylaysiz? Bu narsani ko'plab eshitmaganman. Sizlarning yordamingiz bilan buni
yetkazamiz hammaga. Albatta. Chunki shunday savol tug'ilishi mumkin. Albatta. Bizni kuzatayotgan tinglovchilarimizda olimlar uchun bu juda ham kerakli. Men o'zimcha o'ylardim bugungacha sizga o'xshab. Men olimman, men laboratoriya ilmiy tadqiqot qilyapman derdim. Men olimman, men professor derdim. Men adashgan ekanman. Men butun jahon fanlar akademiyasi a'zosiman. Islom davlatlari fanlar akademiyasi a'zosiman. O'zbek ayoli a'zo bo'lgan. Men hozircha o'shanda bordim, o'sha islom davlatlari hammasi tabriklashdi. Keyin oldim sertifikatida, rahmat dedim. Men akademik bo'ldim dedim. Lekin yo'q, menga katta bir kitob olib kelishdi. Men hayron bo'ldim. Shunchalik katta-da. Keyin qo'limga ruchka berishdi, bir maxsus. Keyin turibdi o'sha nimani islom davlatlarini katta rahbariyati vakillar turishibdi. O'shanda yozdim, o'shani rasmga olib qo'ydim. Men Dilfuza Egamberdiyeva o'zbek millati Allohni guvohligida Alloh shohid bo'lsin deb yozdim o'sha. Alloh deb arabcha ham yozdim. Yaratganga so'z beraman. Men qilayotgan ilm birinchi o'p insoniyatga, tabiatga, jamiyatga foyda keltiradi. Ana o'sha qilishga men so'z beraman yaratganga. Boshqa hech qanday o'zimning manfaatim bo'lmaydi. Ana o'shaqa endi ko'proq yozganman, hozir aytib o'tirmayman. Ana o'shaqa yozganman-da 30-oktyabr deb imzo qo'yganman. Yillarini ham qo'yganman, imzolaganman-da. Mana sen yaratgan guvoh bo'ldi. Demak, sen ilm qilar ekansan. Demak, tabiatga, jamiyatga, insonlarga faqatgina foyda keltiradigan ilm qilasan. Bo'lmasa sen so'zingni buzgan bo'lasan. Ana o'shaning uchun agar siz ham nimaga siz yaxshi gapiring, maqtang ilmni desangiz men qila olmayman. Chunki men yaratganga bergan so'zimdan chiqmayotgan bo'laman men. Ana o'sha har bir laboratoriyaga kelayotgan shogirdlarim tushunaman. Sen ilm qabrgacha ilm o'rgan degan narsa bekorga yozilmagan ekanda. Islomiy Qur'on kitoblarga ilm bu ilohiy narsa. Ilmni sen o'zingni o'zing aldayotgan ekansan. Faqat diplom olib oylik maoshda. Bitta shogirdimga ham aytdim, shogirdimga PhD qildi, bitta misol aytaman, bu juda ham muhim. Sen boshqa ilm yo'lidan yurmasan, bu yerdan ket dedim. Juda mendan xavf bo'ldi. Siz undaysiz, mundaysiz, siz meni ketqizyapsiz ishdan. Men davom etman, fan doktori bo'lmoqchiman, men ilm qilmoqchiman, diplom olaman dedi-da. Keyin aytdimki, qara, men senga yaxshilik qilaman, chunki senda ilmda yo'q, senda ilm yo'q. Agar sen ilm qilayotgan bo'lsang, sen jamiyatga faqatgina zarar keltirasan. Sen yoki dars ber, yoki boshqa ish qilgin, lekin ilm qilma deb shuncha tushuntirdim. Ko'ryapsizmi? O'sha bitta aytishim, o'sha shogirdim menga qarshi bo'lganigacha bordi-da. Agar menga qarshi bo'lsa ham shu aytdim. Chunki ilm bu ilohiy narsa-da. Hamma ham ilmda yo'q odam aldash kerak emas-da. Fan doktor oladi, PhD olib ko'pgina papkasini ko'tarib yurganlar juda ham ko'p. Ko'ryapsizmi? O'shaning uchun jamiyat qizim dedi bir fermer. Sen olimlar ko'payganing sari mana dalada hasharot ko'payib ketyapti deb kuldi-da. O'sha unaqa deysiz, olimlar bo'lib sen nima qildilaring? Mana hamda suvda qiynalyapmiz, hamda kasallikka dori topa olmaymiz. O'shaning uchun aytmoqchimanki, demak bu ilm ilohiy narsa. Biz uni his qilib undan keyin ilmga qadam bosishimiz kerak. Bugun imkoniyatlar davrida yashayapmiz. Dilfuza opa, masalan, men shaxsan o'zimni bolaligim bilan bugungi farzandlarimni bolaligini solishtirsam, sizda ham shunday, osmon bilan yerdek farq. Chunki bugun farzandlarimga berilayotgan imkoniyat, jamiyat, davlat tarafidan, men tarafimdan berilayotgan imkoniyat, menda bunday imkoniyatlar bo'lmagan. Nimaga bugun shuncha ilmga targ'ibot kuchli bo'lsa ham, imkoniyatlar ko'paygan bo'lsa ham, umuman yoshlarda ilmga qiziqish pastroq nazarimda. Balki mening fikrim noto'g'ridir. Nima deb o'ylaysiz? Umuman ilm qilish istagida bo'lgan yoshlarga bugun nimalarni anglab yetishlari kerak deb hisoblaysiz? Ilmla mana o'zimni PhD talabalarimga rahbarlik, mana 3-4 ta talabadan rahbarlikdan voz kechdim. O'zingiz? O'zim. Keyin mana hozirgi PhD talabalarga 15 ta talabaga men sizlarni 80%larni demak o'qishdan chetlataman dedim. Chunki qarab turaman-da, sizlarga hayron qolaman. Demak bu tafakkurda hamma imkoniyat bor. Masalan, stipendiya berilyapti. Keyin bular ko'pgina yoshlar buni moddiy ta'minot deb qabul qilgan. Bilasizmi, stipendiya olib turaman, 2-3 joyda ishlasam, uni nima qilaman, uy joyimni to'lab olaman, kreditimni to'layman. Siz xato qilyapsiz. Siz nimaga o'qishdan chetlatmoqchisiz? Chunki sen 2 yil kelmading, sen ilm qilmayapsan. Lekin deydi, mashinaga kreditim bor, narsaga kreditim bor, to'lashim kerak. Siz meni qiyin ahvolga qoldiryapsiz. Innovatsion rivojlanish agentligi moddiy ta'minot emas. Moddiy ta'minot emas. Senga jamiyat beryapti, xalq beryapti.
O'shaning uchun men sizlarni qabul qila olmayman deyman. O'sha aytmoqchimanki, qanchalik imkoniyat bersangiz, komfort zonaga paydo bo'ladi-da. Aytadi-ku, olimni bir anaqa aytgan edi hamkasbim, olimni kreslosi yumshoq bo'lsa ishlamaydi. Qattiq bo'lish kerak-da. Izlanishingiz kerak, topishingiz kerak. Bizlar paytimizda mana paxta dalalarini yo'q qildik, yoshlar o'qisin dedik. Paxta dalalarida emas. Biza olimlar, mana bizani vazirimiz ham Ibrohim Abdurahmonov, biza Milliy universitetda o'qiganmiz. Biza paxtaga 3 oylab borardik. 3-4 oy o'qimasdik, lekin paxtada kechqurun sham yoqib dars qilardik. Biz o'qigan, paxtaga ham chiqqanmiz, xohish kuchli bo'lgan, ishlaganmiz, og'ir bo'lgan, pul bo'lmagan, talon bo'lgan, ota-onamizdan yordam olmaganmiz, stipendiyaga yashaganmiz, arzimagan, hech qanaqa kiyimlar bo'lmagan, lekin biz o'zimiz harakat qilganmiz. Mana ota bobolarimiz aytishadi-yu, sham yoqib dars qilardim. Sanda svet yo'q dars qilmaysan deb. O'shaning uchun menimcha yana bitta katta sababi mana telefonlar, internet tarmoqlari, har xil chalg'ituvchilar ham menimcha yoshlarni ancha olgan. Bizning vaqtimizda internet bo'lmasdi. O'sha aytmoqchimanki, qanchalik komfort zona bersa, demak yoshlarda masalan bo'ladi-ku, boy badavlat insonlar ham farzandimni tarbiyalay olmadim. Hamma mashina olib berdim, hamma narsa berdim, dunyoni ko'rsatdim, aylantirdim, lekin tarbiya bera olmadim, deydi-ku. O'shaning uchun aytmoqchimanki, yoshlarni birinchi bo'lib tafakkurini o'zgartirish kerak. Motivatsiya yetishmayapti yoshlarga. Nima uchun o'qishim kerak, nima uchun ilm qilishim kerak? Man inson hayotida xatolar qanchalik ahamiyatli? Siz hayotingizdagi qilgan xatolaringizdan nimalarni o'rgandingiz? Shaxsiy hayotingizda xato qilasizmi? Ishxonada xato qilasizmi? Katta siyosatda xato qilasizmi? U xatoliklarsiz siz hayot o'rgana olmaysiz-da. Agar dengiz bo'lsa xatolar, tushganingizdan keyin dengizni ichida suv ekan, shu dengiz ekan deysiz. Dengiz ichiga tushmaguncha siz suvni bilmaysiz. Xatolar ham shunaqa-da. Hayotingizdagi xatolar ham sizni o'rgatadi. Masalan, yo'lingizdagi xatoliklar sizni o'rgatadi. Qaysi yo'ldan bosish kerak, qaysidan bosmaslik kerak. Xuddi bolalar o'rganadi-yu. Issiq narsani ushlaydi, demak juda issiq ekan. Ushamaguncha bilmaydi. Agar ushatmashi choyni issiq desangiz, u tushunmaydi. Ushash kerak. Xatolar ham xuddi shunaqa. Demak, biz shaxsiy hayotimizdagi xatoliklarni, ishxonadami, tashkilotlardami, do'stlarimiz orasidagi xatoliklar u bizani xatoliklar yaratgandan kelayotgan narsalar deb bilaman. Har bir narsa belgimi? Belgilar, hamma narsa yaratgandan. Chunki o'sha xatolar orqali sizga imkoniyat berilyapti, siz tushunasiz. Tarbiyalanasiz, hayot tushunasiz. Bo'lmasa hayot tushunmaysiz. Shunday. Qanaqa yashashni bilmaysiz. O'shaning uchun har bir insonga xato kerak, lekin o'sha xatodan keyin masalan, meni hayotimda juda ko'p xatolar bo'ladi. Bir xatolik qilaman yoki bir muammo keladi. Demak, deyman, men nimadir xato qildim. Men nimadir xato, o'shani to'g'rilashim kerak. O'shaning uchun bu muammo kelgan. Deymanda, o'sha qilgan xatoyimni bir yaxshilik bilanmi yoki boshqani borib tuzatishga harakat qilaman. Kimnidir xafa qilib qo'yasiz. Xatoligini bilmaysiz ba'zan. Boshingizga musibat kelganda shu odamni xafa qiluvdim, borib kechirim so'rab qo'yasiz. Ko'rasizmi? Xatoliklar kelayotgan muammolar, musibatlar, xatoliklar bizga hammasi belgi, lekin uni agar tushuna olsangiz, anglay olsangiz, tafakkur qila olsangiz. To'ppa-to'g'ri. Ana o'shaning uchun ko'pchilik stresslar, ayollardagi, oiladagi stresslar, zo'ravonlik, boshqa hamma stresslar, hammasi bu nima uchun musibatlarga kelayotganini tushunmasligimizdan. Agar o'shani tushunib, siz Allohdan berilayotgan narsani, o'sha eng og'ir kunni siz tushuna olsangiz, uni to'g'rilay olasiz. O'sha sizga bir oz aytganingizdek bir belgi. Men xatoliklarni, muammolarni shunday deb bilaman. Dars olish kerak demak xatolardan. Albatta. Xulosa chiqarish kerak. Agar xatolik bo'lmasa siz yasholmaysiz. Yasholmaysiz, chunki siz bilmaysiz. Nima qilish kerakligini. Shunday. Agar vaqtni orqaga qaytarish imkoniyati bo'lsa, umringizni qaysi lahzasini qaytadan yashagan bo'lar edingiz va nima uchun? U juda ham kompleks savol. Lekin vaqt orqaga qaytsa, men ko'proq yaqinlarim bilan vaqt kechirishga sarflagan bo'lardim. Masalan, juda ham ko'p xorijda bo'lganman, otam bilan kam gaplashganman. Bir yilda bir marta kelardim. O'sha armon bo'lib qoldi. O'shaning uchun tushunganingizdan keyin orqaga vaqt hech qachon qaytmaydi. Lekin agar vaqt orqaga qaytganda, lekin hozir hamma yoshlarga, hammaga buni ko'rayotgan hamma kuzatuvchilarga aytgan bo'lardim, inson ko'proq yaqinlar, do'stlari bilan albatta vaqt o'tkazish kerak. Chunki ular sizni ruhiy holatingizni keyin armon bo'lib qolmaydi. Farzandlaringiz bilan, oilangiz bilan ko'proq gaplashib, ota-onangiz bilan
yaqinlar bilan, chunki ularni juda ham ko'p duolarni olib qolishimiz kerak ekan. O'sha narsa bitta o'sha narsa to'g'rilagan bo'lardim, lekin ilm yo'lini tanlagan bo'lardim. Chunki ilm bu mana men bir intervyuda aytgandim, men olima bo'lish uchun yaralganga o'xshayman ba'zan deyman. Har bir inson, masalan, siz missiyamiz bilan yaralgansiz, albatta. Demak, siz bu dunyoga mana shu soha bo'yicha yashashingiz kerak. Siz o'zingizni ishingizni qilyapsiz. Men bu dunyoga keldim, demak, men ilm qilishim. Chunki birovni modelini olib kelib, siz hech qachon davlat rivojlantira olmaysiz. Mana Finlandiyani ta'lim modeli dedik. Keyin men Finlandiya Helsinki universitetida ishladim, unda O'zbekiston qabul qildik va Finlandiya, Singapur. Keyin finlandiyalik professor aytadi, Dilfuza deydi, rivojlanayotgan davlat hech qachon Finlandiyani modelini ishlamaydi u davlatda. Nega? Chunki Finlandiyani modeli shunaqa modelki, maktab o'quvchisini ilmi rivojlanayotgan davlatdagi o'qituvchining ilmidan kuchli. O'qituvchi maktab o'quvchisidagi bilimga ega emas. Chunki Finlandiyaning maktab o'quvchilari butun dunyoni siyosatini biladi. Ular tafakkur rivojlantirgan. Tahlil qilish kuchli juda. 6-sinfgacha baho qo'yilmaydi. Shunday hech qachon. Chunki davlatning maqsadi yoshlarni o'sha tug'ilgandan 6-sinfgacha tafakkurini, fikrlashini rivojlantirib olish. Sen yaxshi o'qiysan, sen yomon o'qiysan, olimpiadada yutding, sen yutding emas. Yo'q, mumkin emas. Chunki millat rivojlanmay qoladi. Siz nimaga ajratasiz? Bu yaxshi o'qiyapti, bu yomon. Nima, yomon o'qib ketursinmi bu? Millat-ku bu. O'shaning uchun Finlandiyani 100% aholisi ilmli, bilimli, ziyoli, yuqori tafakkurga ega. Ana o'shaning uchun o'sha kontentni ko'rsangiz ham, YouTube ko'rsangiz ham Finlandiyada faqat juda ham ziyoli narsalar chiqa boshlaydi. Albatta. Sifatli kontentlar. Sifatli. O'shaning uchun ta'lim etmoqchimanki, modelni olib kela olasiz. Ularni rivojlanishi, siyosati, madaniyati, dini umuman boshqa. Demak, biz o'zimizni modelimizni yaratishimiz kerak. Tariximiz, madaniyatimiz, dinimiz, hamma rivojlanish yillarimizni hisobga olganda o'zingizni modelni yaratsangiz, o'zingizga to'g'ri keladi tafakkuringizni. Chunki yolg'on gapirmaydigan xalqda, o'shandagina biza har tomonlama rivojlanib ketishimiz mumkin. Demak, modelni olib kelmaymiz, modelni o'zimiz yaratamiz. Shunaqa yo'nalishda, o'shanda bir kichkina aytib beraman. Qizim birinchi O'zbekistonga kelganimizda, O'zbekiston maktabiga borganda 2 baho qo'ygan o'qituvchisi. Men tafakkur etaman, unda 4-mi, 5-sinfida. Hayron, unga baho qo'ymaydi. Ham ikkichi deyishgan. Hayron bo'lib, 2 nima degan? Ikkichisan sen, bilmaysan, mana kundaliging 2 degan. Borganda kechirasiz. Baho qo'yilmaydi-ku. Ha, nimaga 2 qo'ydingiz? Chunki sen rus tilini bilmaysan. Rus tilini bilmaydi, hamma tilni biladi, 3-4 til rus tilini bilmas. Ketga qarab turib qiz o'qituvchisiga, "Ama bilmaganim uchun maktabga kelolmadim, agar bilsam kelmasdim-ku" degan. Ko'ryapsizmi? O'sha aytmoqchimanki, o'sha rivojlangan davlatda bolalarni fikrlashni o'rgatadi. Fikrlash demak, u yerda bilmaganim uchun maktabga kelaman, maktabda o'rganaman degan narsa bor. Yoshligidan. O'shaning studentlar biza bilish uchun kelyapmiz, universitetga o'tirib ketish uchun emas. Degan fikr. Biz ilm qilish uchun kelyapmiz, nimadir o'zgarish qilishimiz kerak. Biz faqatgina o'tirib, choy ichib, hammani g'iybat qilib ketish uchun emas degan olimlar. Ana o'sha u yoshligidan tarbiyalashingiz kerak. Shuning uchun O'zbekiston qachon eng yuqori tafakkurga ega bo'ladi desangiz, tug'ilgan chaqalonni hozirdan biz tarbiyalay olsak, butun maktablarni, qishloqlar, O'zbekistonni, unda biz 20-30 yildan keyin eng yuqori tafakkurli bir jamiyat yaratgan bo'lamiz. So'nggi savolim, umuman loyihamiz haqida fikringizni bilmoqchi edim. Bu shaxsan men uchun ham juda muhim, chunki siz bilan suhbatdan oldin menga 20 yillik yurist ekansiz, nima qilib matbuotda yuribsiz degandek hazilomuz savolni berib o'tdingiz. Umuman loyihamiz haqida fikringiz, siz xorij tajribasini ko'rgan, xorij ilmini ko'rgan va olgan ayol sifatida bu loyiha nima deb o'ylaysiz, davom ettirish kerakmi? Bu loyiha qanchalik manfaatli xalq uchun? Sizni dasturlaringiz ko'rgandan keyin bitta narsa anaqami keldi. Bilasizmi, O'zbekistonga kelganimda meni hayratga solgan kontentda, YouTube'dagi kontent, Instagram'da, Telegram'da qaradi, inson nahotki mana shu o'zbek millatini kontenti bo'lsa, maishiy narsalar, muzikalar, konsertlar, musiqalarda. Keyin jurnalistika universitetiga borganimda bir so'ragandim. Qarang, biz xorijda har bir universitetda adliyada jurnalistika fakulteti bor. Yo'nalish bo'yicha jurnalistika bor. Sport jurnalistikasi. To'g'ri, tibbiyotda jurnalistika bor. O'sha science communication deymiz. O'sha ilmni jamiyatga olib chiqib beradigan hech nima kontent ko'rmaganman.
nimaga sizlar dunyoda masalan men maqola yozdim Nature'da, dunyodagi eng yuqori salohiyatli jurnal Nature'da yozdim, butun dunyo Dilfuza Egamberdiyev mana shuni topibdi deb siz meni gaplarimni jamiyatga yetkaza olasiz. Albatta. Oddiy so'z bilan. Meni tilimni tushunmaydi jamiyat. U sizni vazifangiz, jurnalist. O'shani butun dunyoga yoydi. Nimaga sizlar o'sha ilmni targ'ib qilmaysizlar? Butun hamma ilmni dunyo shunaqa chiroyli qilib qiling. Covid haqida, yangi narsalar haqida, yangi texnologiya haqida. Ikkinchisi shunaqa deganim, lekin siznikini ko'rgandan keyin juda ham katta imkoniyat siz mana shu kontent orqali butun jamiyatni 38 millionli davlatda huquqiy madaniyatini oshirish, savodxonligini oshirish, huquq siyosatni, huquq haqida masalan biz hozir so'rayapsiz-ku, qanday qilishimiz kerak? O'sha bo'yicha qonunchilik qanaqa qilishimiz kerak? Balkim huquqshunoslar ham eshitarsiz. Albatta. O'shaning uchun men o'ylaymanki, agar buni rivojlantira olsangiz, o'zingiz men ishonaman, rivojlantira olasiz. Ana o'shanda siz butun kitobdagi narsalarni siz jamiyatga olib chiqqan bo'lasiz. Hamma biladi, o'zi O'zbekistonda oddiy so'z, masalan 5 minut bo'lsin, 10 minut bo'lsin, shunaqa narsa ilm bilan gaplashishingiz, qurilish sohasida odam bilan gaplashishingiz mumkin. Tibbiyot hamma soha, ijtimoiy soha, hamma soha bilan o'shani olib chiqsangiz, jamiyat ko'ra boshlaydi. Keyin ularning tafakkuri, hozir aytdim-ku, davlatni jamiyat rivojlantiradi. Agar jamiyatni tafakkurini o'zgartira olmasangiz, hech kim ana chiqindini mantiga solsa, qonun bilan belgilasangiz ham solmaydi u. Yo'lni topadi solmaslik. Chunki tafakkuri yetib bormasa, xuddi shunday anglamasa. Demak, jamiyatda tafakkurini rivojlantirish, yaxshilash uchun siz qilayotgan kontentlar yoki sizga o'xshagan jurnalistlar qilayotgan kontent menimcha eng katta muhim ahamiyatga ega deb o'ylayman. Tashakkur. Dilfuza opa, bugun bizga vaqt ajratganingiz uchun, qimmatli vaqtingizni, chunki olimning har daqiqasi bu juda qimmatli, olimaning biz bilan ochiq, samimiy suhbatingiz uchun tashakkur. Men niyat qilaman va Allohdan so'rayman, barcha qilayotgan maqsadingizga Alloh yetkazsin. Vatandan uzoqlashishni o'ylamang, xayolingizga ham kelmasin. Siz bizga juda ham keraksiz. Men o'ylayman, biz birgalikda o'sha yangi O'zbekistonni go'zal qilib qura olamiz. Katta rahmat. Men o'ylayman, men ham umid qilaman, bu suhbatimiz birinchi oxirisi bo'lmaydi. Albatta. Huquq borasida, ilm-fan borasida balkim sizlar yordam berishingiz mumkin. Albatta. Ilm-fanni qanaqa rivojlantirsak ekan, u faqat qonunchilik emas, siz 38 million dunyoni asrab qolayotgan bo'lasiz shunda. Katta rahmat sizlarga.